Assalomu alaykum gurshaydolari, mana dollar gullarim. Qaranglar, bugun faqat dollar gullarimni obzor qilmoqchiman. Mana 8 yildan beri dollar gul o'stiraman. Eng kattasi 8 yil bo'ldi mana buni. Qaranglar, buni 5 yil bo'ldi mana. Buni necha yil bo'lganda mana tegi-tegida nimasidan katta kichiklikdan mana bular qaranglar 2 yil 3 yil bo'ldi mana. Bular 4 yil bo'ldi. O'sha yilini tegi mana nimasidan bilasizlar mana bu 5 yil bo'ldi qaranglar. Bu dollar guli faqatgina suv quyishi hamma aytishadi. Faqatgina qishda bu dollar gul uxlaydi. O'sha paytda sizlar kam suv qo'ysizlar. Unda ham o'yiliga qarab, qurib ketmasligiga qarab suv quymaysiz degan emas. Tegini quruq namligiga qarab suv qo'ysizlar. Mana qaranglar mana. Buni mana shu dollar guli mana shu barglari maza qilib suv ichish kerak. Bargidan nafas oladi. Hozir men suv quyishni sizlarga ko'rsataman mana. Bu mana kitayskiy roza mana. Mana aloe gulim. Men bilan tegidan suv quysizlar, bargi suv xohlamaydi mana. Mana baxt gullarim, mana bargidan suv quysizlar mana. Mana bu korolevskiy geran, qaranglar bu tegidan suv ichadi mana. Bular mana bekonilar ham tegidan suv ichadi mana. Paprniki farqi yo'q mana. Pomidorimga ham farqi yo'q mana. Pomidorimni sizlar bilan video qilib ekkandim, mart oyida sepgandim, qaranglar. Pomidor gulim nimalar mana dollar gul. Mana suv quysanglar. Mana yozda shunaqa suv sepsizlar mana. Qaranglar. Mana bu barglaridan faqat yozda tik quyoshga qo'ymaysizlar. Barglari kuyib ketadi, tik quyoshga qo'ysanglar. Mana men sizlarga bitta gulimni ko'rsataman. Bu gulim mana hamma gullarimni uyim issiq bo'lganligi uchun qishda o'tkazganman. Mana bu gulim o'zidan o'zi mana qaranglar, bargi shalpiyib qolgan. Mana buni ildizini ochdim va ildizini kesib tashlab, gul tabletga surtib boshqatda ekib qo'ydim mana. Mana shu ikkita gulimni shunaqa qildim. Qaranglar. Agar mana shunaqa yumshab ketsa, dollar gullar. Ildizini ochinglar buni. Qaranglar. Slishkim yumshab ketgan. Ildizini ochib, men boshqatdan ekdim. Mana. Shunaqa suv qo'ysizlar. Yozda suv issiq bular, suvsizlikdan nima qoladi. Yomg'ir suvimi, oddiy suvmi, suv quysizlar shunaqa mana. Mana bularga tegidan. Mana paprniki ham mana, bularga aloe ham tegidan. Mana baxt gulini mana ustidan bemalol suv quyaverasizlar. Bular barglari suv ichishi xohlaydi, barglaridan nafas oladi-ku bular. Dollar gullar ham shunaqa bargidan nafas oladi. Bemalol quyaverasizlar mana. Menga kommentimda yozibdi, dollar gullar faqat sprey qilish kerak, suv ichmaydi deb. Yo'q, sprey ham yaxshi quradi bargidan. Tegida ham suv bo'lishi kerak. Mana qaranglar. Mana aloe gullar. Kitayskiy roza bargidan nafas oladi, bargidan gulni bilib olishinglar keraksizlar. Bargidan nafas olib, bargidan suv ichadimi yo tegidan suv ichadimi? Men o'shani bilib olganman. Mana bu gulim meni tegidan. Chunki bu tegidan suv ichishi barglari suv xohlamaydi. Barglari sarg'ayib tochka bo'lib ketadi. Agar nima qilsa ham buni ham bargini yaxshi ko'radi. Bargidan havo olgan gullar barglari chang bo'lmashi kerak. Barglaridan
suv ichish kerak. Mana e'tiboringlar uchun rahmat. Mana gullarimni ko'rdinglar. Kattakon like bosganinglarga, komment yozganinglarga kattakon rahmat. Mana kommentda yozibdi siz gulingizda mana gullarim chiroyli deb. Hammani o'ziga ko'ziga gullari chiroyli. Mana gullarim o'zimni ko'zimga chiroyli. Qaranglar. Bir-biridan chiroyli gullar bular. Mana ko'zimga bular yaxshi qaravyapman, yaxshi o'svatdi. Mana papatnikimni ham qaranglar, tagidan bolachilari, mana yonidan bolachalar ko'payyapti. Buni ikkita qilishim kerakmi? Qaranglar, mana hamma dollar gullarim mana charsirlaydi mana. Mana ushlab ko'rsataman mana. Bu gullarim hammasi sotuvda. Nomerim 99 919 70 87 ga telefon qilaverasizlar. Har xil yillikdagi 3-4 yil kelishtirib sotvaraman. Dollar gullarim ko'p. Dollar gullari уже men talaga tushunmaganman. Mana qaranglar, mana barglari уже charsilladi. Mana qanaqada mana qaranglar. Chetida qizil hoshiyasi bor gullar. Уже ular mana ular joyi yaxshi, suvi normalniy, hamma narsasi yaxshilari shunaqa mana chetida hoshiyasi bo'ladi. Dollar gulni qaranglar, ko'rdinglar? Qizil har doim ko'rsatganman. Mana e'tiboringlar uchun kattakon rahmat. Gulinglar har doim gullab-yashnab, sizlarni ko'zinglarni quvontirib yursin. Like bosgan qo'llaringlar dard ko'rmasin. Kommentda yozinglar. Albatta javob yozaman, xudo xolisa.